Assalomu alaykum hurmatli 212 avtomobil ishqibozlari. Qisqa muddat ichida O'zbekistonda yetarlicha shov-shuvga aylanib ketgan 212 avtomobil haqida bugun buni qanaqa qilib tuning qilishadi, bunga qanaqa pul ketadi, narxi qanaqa, hammasini sizlarga birin-ketin aytib ketaman. Undan oldin обязательно kanalga obuna bo'lib, layklarni bosib, kommentariyalarga o'zingizlarni qiziqtirgan savolinglarni yozib ketinglar. Bo'lmasam sekin-sekin boshlaymiz. Xo'p, avtomobilimizda hozirgi kunda bugungi sana mana 06 ko'rsatib qo'ysam ham bo'ladi mana. 6-iyul 2026-yil. Buni narxi, stok yo'q holatining narxi 436 ming so'm. Navigator versiyasi bor, uni ham bilasizlar. Navigator versiyasi bo'lsa 492 million so'm. Xo'p, qaranglar, stok holatida qanaqa bo'ladi? Mana oldi oblisovkasini ko'rasizlar. Faralari bir-biriga yaqin, powerchiklari bu yoqda turibdi. Plasmassa bo'ladi, ya'ni bodikitlari, o'sha buferlari ham polniy plasmassa bo'ladi. Endi qaranglar. Bu avtomobillar juda ham ko'pchilik to'g'ri ochiq oyni aytamiz, gelikga o'xshatishadi, tuning ham qilib tashlashadi, brabusdan qilib tashlaganmiz. Hozirgi kunda mana 212 ni bitta mijozimiz olganlar, to'ylarga, kortejga polniy mashina chiqazadilar. Ular ham shunaqa dedilarki, bizga cho'tki qilib beringlar, chista gelikdagi bo'lsin, lekin kam rasxod ketsin deganlar uchun mana dahshat qilib beryapmiz. Qaranglar. Hozir yaxshi bo'ldi, buni ochib qo'yganimizda bu ferro olganinglarda mana shunaqa temir chiqadi. Bekordan bekorga bu sizlar o'ylashingiz mumkin, plasmassa salgini tez uji bo'lib kirib ketadi boshqa. Mana shunday temir bo'ladi ichida buni. Endi hozir qaranglar nima bo'ladi? Bu polniy oblisovka o'zgaradi. Mana ikkita fari olinadi, mana ikkita chekka suriladi. Mana shu keladi. Bu bo'lsa yo'q bo'lib ketadi. Polniy общий body kit narxlari uni ichiga mana shu o'zgarish kiradi. Bu mana ko'ringlar. Bu oddiygina plasmas, kichkina. Endi qaranglar. Mana buni ko'rasizlar? Bu chista matviy bo'ladi ancha-muncha bu yo'ga tashqariga chiqqan. Ya'ni bo'rtib turadi mana. Qolgan detallari ham mashta turibdi. Hammasini xudo xolasa taqlaymiz bu yo'ga. Bu vobshe lekin dahshat bo'ladi. Tak, kelgan faralari keladigan bo'lsa, orqa faralari ko'rasizlar mana. Hozir yoqib ko'rsataman. Mana, ko'rishinglar mumkin orqa faralarimiz qanaqa bo'lgan. Undan oldingisini ham kadrda qo'yib ketamiz. Undan oldingisini hozirgi holatini qaranglar. Kelgan videoni oxirigacha ko'rsanglar, narxlarni sekin-sekin aytib ketaman. Bu farimni yopib qo'yamiz. Keyin yana bitta mijozimizga qilib berayotgan narsamiz 212 yozuvlarini, yana ikkita detallarni hammasini, ya'ni black piano qilib beramiz. Qoraga bo'yab, qoraga qop-qora bo'lib turadi. Mashina lekin vashta dahshat bo'ladi. Polniy tonirovka bo'ladi. Kuragovoy zapaska balonni qop-qoqlari bo'ladi. Uning ichida bu ham vashta dahshat bo'ladi. Bu ham plasmas, xohlasangiz buni temir qilsanglar ham bo'ladi. Mana hozircha faralari bitib turibdi. Sizlarga to'g'ri ochiq oyni unaqa montaj qilmasdan to'g'ri qo'yib ketaman. Xo'p, bu yo'lari ham hali qo'yiladi. Endi qaranglar, sizlarga zapchasini ko'rsatamiz. Mana oldi farasini yonishini ko'rsating. Mana. Ko'rasizlar, mana shu chetga o'tadi. Mana powerotchik, mana buni dumaloqning ichiga tushadi. Mana shu polniy hamda kengayadi, faralari o'zgaradi, vahshiy dahshat bo'ladi. Qaranglar endi, kelgan zapchasini ko'rsataman sizlarga. Bu mashina Xorazm viloyatida terilyapti hozir. Xorazm viloyatida o'sha endi Xorazmga to'g'ri aytaman, Xorazmda biz nechta klient mijozlarimizga qilib berganmiz. Xarid qilgan bir 70% odam tuning qilib oladi. Ya'ni o'zini stok yo'q holatini shunday sota olmaydi. Restani qilib bam nimadir tiqadi. Chunki shunga yarasha rezultat chiqarib beradi mashina. Qaranglar. Bu zadniy fari boy aytganimdek, o'ziniki bu mana. Dumaloq bo'ladi. Anoni ko'rdinglar. Vahshiy dahshat turadi anolarga rostdan. Zadniy farasi. Mana bu yoqda mana qaranglar. Nima deyapti? Chista gelik bilan bir xil. Kelinglar bitta narsa ko'rsataman sizlarga. Buni ko'rasizlarmi? Ichida ikkita turibdi. Ya'ni lupasi ikkita. Bunda bittaning o'zida hammasi bo'ladi, mana qaranglar. Powerchik ham bu yoqqa o'tadi. Bu bilan buni farqini qaranglar. Bu tursa lekin yorib turadi, lekin dahshat bo'ladi. Xo'p, bu kelgan o'sha zapchasimiz. Oldi mordani juda ham ko'pchilik so'raydi, qanaqa bo'ladi? Mana. Oldi morda. Shuni tayyor turibdi, qo'yib yuborilsa bo'ldi bu endi. Bu xuddi shunaqa bo'lmaydi. Buni ustida baribir kiydiriladigan bo'ladi, to'g'rimi? Hozir glansiga bo'yalyapti bu. Mana farini ko'rdinglarmi? Buni ochiladi. Bu yoqda bo'lsa zapaska balonimiz ham qop-qoq turibdi mana. Qaranglar, narxini aytib ketaveraman. Hozir. Mana. Narxlari keladigan bo'lsa, polniy body kit, boya aytganimdek, oldin mordasi, polniy o'zgaradi, faralari o'zgaradi, chetidagi body kit hamma narsasi общий примерно $2000 dan oshadi. $2000 atrofida bo'ladi.
zamin qilib olib qolmaganda, zamin qilib olib qolinsa, endi undan arzonroq tushadi. Hozircha lekin zapchastlarimizda mana ko'rsatib qo'ying. Zapchastdan muammo yo'q. Bu yerda hozir Dongfeng avtomobillari ham, xullas Jetower bormi, xullas Xitoy markalarining hammasida zapchastlari bu yoqda yetarlicha bo'lib turgani uchun hozircha zamin qilib olib qolinmaydi, lekin olib qolinsa juda ham arzonga tushadi. Xo'p, orqa oldi bufer. Orqa oldi bufer deganda temir bo'ladi. Чисто o'sha matvi temir bo'ladi. U o'sha orqasi oldisi bilan примерно $8 dan oshadi. Lekin shunga yarasha rezultat bo'ladi. Dahshat turadi lekin. Keyingisi diska. Endi diskani har xillari bor. $1000 bor, $800, $1200 o'zini holatiga qarab, dizaynga qarab bo'ladi diskalarimiz. Bunga hali ko'rasizlar, dahshat diska kelyapti. Pashti Mercedes-Benz o'sha Gelikka o'zini diskasi bilan pashti birga bir diska qo'yiladi. O'pshi sizlarga qilinib bo'lgandan keyin buni hali videosini chiqazamiz. Zadniy far, boya ko'rsatgandek bo'lmasdi, taqilib turgan zadniy farimiz $400 atrofida bo'ladi. Lekin u ham qimmat narsa, yaxshi narsa. Zapaska bilan qopqog'i mana shu. Qimmat o'ylaysizlar, $150 turadi mana shu. Shundoq kiydirasizlar, vahshat dahshat shikalat bo'lib turadi. Ancha-muncha mashinani vidini ham ochadi, dahshat turadi. Xo'p, keyingisi power-uchiklarimiz. Power-uchiklarimiz qayerda? Power-uchiklarimiz ham kelgan. Xo'p, hozir mana power-uchiklarimiz. Mana buni ko'rasizlarmi? O'sha xuddi Gelikdagi power-uchiklari, o'tdagi power-uchik yo'q bo'lib ketadi. Mana mashitga power-uchik qo'yiladi. Mana. Mana mashitda turadi power-uchik. Bu ham lekin ancha-muncha vidini ochadi. Mana hamma power-ut hozir bo'lsa, bu power-ut yo'q bo'lib ketadi. Far bu yoqqa keladi farasi, bu yoqqa power-uchik tushadi. Vahshat dahshat bo'ladi. Xo'p, bu power-uchikimiz narxi $170 attiga. $170 ikkita power-uchik bo'ladi. Mana qaranglar. Endi bu sizlar o'ylashingiz mumkin, endi to'g'risini aytaman, bu hech qanaqa GM emas, bizning o'zimizning mashina emas, arzon turadigan 436 million so'm. Yana qilinayotgan narsalar shunga yarasha arzon, $170 normalniy degani. Xo'p, undan tashqari mashinaga qilinadigan nimalar bor? Kapotlarimiz bo'lishi mumkin. Kapotlarning ham har xili bor. Tepalarga yana дополнительный chiroqlar qo'ysanglar bo'ladi. Orqalariga spoilerlar ham bor. Ularning o'zini отдельный narxlari bor. Bemalol tanishib chiqsanglar bo'ladi. Bu kelgan yana bitta narsa. Offroadga bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Xitoy mashinasi qanaqadir baribir amazatrdami yoki o'zidami qanaqadir baribir endi hammasi mukammal bo'lmasa kerak deysizlar. Bitta mashinani olib, qayda yurganlardan so'rasanglar, o'zingizga aytishadi sizlarga. Biz mana Xorazmdagi viloyat, Xorazmdagi filialimizda nechta sotgan bo'lsak ham, hamma mijozlar bilan birgalikda komanda bo'lib, даже offroadga ham, ya'ni cho'lga ham, ko'lga ham, любой joyga chiqib ketamiz. Ishoninglar, mana 212 km yurishini ko'rsanglar, videolarni qo'yib ketaman, vashshi mazza qilishadi o'z mijozlarning o'zi ham. Chunki mashina shunga yarasha. Offroad yo'nalish bo'yicha o'zini O'zbekistonda ko'rsatib qo'ygan mashina mana shu bo'ladi. Xohlasanglarni gelik qilib yuringlar mashinani, xohlasanglar o'zini restoran qilinglar, xohlasanglar shundoqligicha yuringlar, baribir o'ziga yarasha plyuslari bor. Qaranglar. Avtomobilda nimalar bo'ladi yana? Elektronniy parok zavodskoy o'zida bo'ladi. 2026-yilgi kuzov уже bu, 2026 kuzov. Besключевой достуp bor. 360 graduslik kamerasi. Salonni ko'rsatib qo'ying. Multirul, monitor, xullas sizga kerak bo'lgan hamma komfortlar mana shu yerda bor. Motori 2 lik turbina motor, 8 pog'onali an'anaviy avtomat, 238 yoki 248 ot kuchi bor unda. Полный привод, asosan задний привод, asosan orqa g'ildirakda harakatlanadi, lekin полный привод qilsalar ham bo'ladi. Old orqa o'qlarning blokirovkalarigacha bor. Xullas, mashina shunga yarasha stoyt. Gelik bilan kuzovi, razmeri, dizayni bir xil bo'lgani uchun bemalol buni gelikka o'xshatishadi. O'sha tuning qilinsa normalniy bo'ladi. Mana buni qaranglar, bagaji kattaligini. Bu siteni ko'rasizlar, ozgina yotgan. Demak, orqada o'tirgan o'zi offroad avtomobillar qancha qisqa bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Bu 4 talik bo'lsa ham, ya'ni 5 kishilik bo'lsa ham, orqasiga o'tirgan odam unaqani nima deydi, tekis bo'lib, kichkina joyda o'tirmaydi, kengina joyda o'tirishadi mana. Bu ham sal yotgan o'sha bu yoqqa. Bagaj kengligi ham normalniy. Xullas, agar siz bu mashinani oladiganlar uchun bemalol ko'chada siz nima deydi? Hype ishlasangiz ham bo'ladi, video olib, bemalol ko'chada sizlar obro' qilib yursanglar ham bo'ladi. To'g'risi aytaman, biz o'zimiz ham buni podvesga qo'ysalar bo'ladi. Atlas podvesga qo'ysalar, примерно 10 sm gacha ko'tariladi. Biz o'zimiz ham haydab yurganimizda, to'g'risini aytaman, past mashina kelsa, faqat tepasi kapotini ko'rib o'tirasizlar tepasini.
Xullas, mashina ancha-muncha baland, bemalol harakatlanasizlar, tortishlari ham zo'r, haydab ko'rganda sirazi bilinadi, sifatli, hamma narsasi sifatli narsadan ishlab chiqarilgan mashina bo'ladi. Xitoyda juda ham o'sha yirik kompaniyaga aylanib ketgan 212 brendi BAF kompaniyasiga tegishli bo'ladi. Bundan tashqari bundan minivellari ham bor, har xili bor. Endi off-road yo'nalishi bo'yicha bunisi ancha-muncha o'ziga yarasha o'rin olib bo'lgan o'sha Xitoyda ham, O'zbekistonda ham. O'zinglar ham bilsanglar kerak, Instagramga kirib ko'rsanglar, 212 O'zbekiston yoki 212 Xorazmda yozsanglar chiqib keladi, mashina o'zini ko'rsatib bo'lgan. Agar video yoqqan bo'lsa, mana shu sanab o'tgan narsalarning hammasini o'pishni hisoblanglar, kommentariyada yozib ketinglar, necha pul chiqdi. Обязательно yozganinglarni o'qiymiz, javob qaytaramiz. Xayr, salomat bo'linglar. Xudo xolasa har ko'rasizlar, tayyor bo'lgandan keyin ham bitta video qo'yamiz. Va nihoyat 2-3 kun deganda 212 proyektimiz bitdi deyarli. Kelinglar, ish jarayonini ko'rsataman. Hozir bu yerda mana o'sha diskalarimiz kelgan, o'ziniki 17 bo'ladi, lekin bu yerda 20 diska kelgan. Mana qaranglar. Endi mashinani ko'ringlar. Mashinani pasti 90% bitib bo'lgan. Ko'rib turganingizda, boya aytganimdek, polniy oblisovkasi ochilgan faralari, bu bufer o'zida xosindilar, chunki buni temirlari ham bor, har xili bor, xohlasanglar. Bu yerda powerchiklari qo'yilgan, polniy body kit bo'lgan, moldinglari qo'yiladi. Endi diskani ko'rasizlar, o'ziniki bilan buni farqini qaranglar. Hozir mashina yana ozgina tepaga ko'tariladi. Mana bu diska bilan qanaqa turishini videoning oxirida qo'yib beramiz. Xo'p, yana nima ish qilingan? Kelinglar. Orqa tarafi faralari, zapaska balonni qopqoqlari qo'yilgan o'sha. Bu yoqda ham buferlarni, mijozimiz old-orqa buferlarni o'ziniki qosin deganlar uchun o'zinikini qo'yib qo'yganmiz. Mana turishini qaranglar, qanaqa bo'lgan. Hali mashina ko'rasizlar, endi bu Xorazmda terilgan bo'lsa, Xorazm ko'chalarini yondirib yuradi. Hali polniy tayyor bo'lgandan keyin ham bitta videosini qo'yaveraman. Profilga bitta obuna bo'lib qo'ysanglar,